Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Javohir. Bugun bizda Minecraft'dan Nurbek ikkalamiz. Men nimasi? Biroq baklanish bo'lsa kerak. Bugun bizda Minecraft ekan. Nurbek ikkalamiz dunyoviy rekorddan qilamiz. Ya'ni TNTni flatkada qancha portlatish? Shuncha. Tomog'im achishga. Keyin Nurbek juda ko'p qo'y. Man dedim qilyapman-ku, jerkab. Bu videoni oxirigacha ko'ringizlar. Juda ham katta portlatamiz bizda. Hozircha shunchasini porlattiramiz va endi qaraymiz. Uy, muhtala. Sökünme lekin Nurbek. Nurbek eshitdingmi, sökünme. Kim hozir xayolda zo'r narsa keldi. Agarda bizlar mana shu teshiklarni ichidan to'ldirib tentlar qo'ysak-chi, nima bo'larkan? Ey, tupoy, tegimmi? Mana bloklar random qo'yishning oqibati mana shunday narsalardan-ku. Darhol yo'qib tashlaymiz. Nurbek tezroq qil, mana qara, juda ko'p tentlar qo'yib tashlab oldi. Kim? Sen? Nima uchun qo'ymasam aytib qo'ydim. Maska menda tovush. Tovush zapasiz. Nurbek az chiqib turaydi. Mo'ya. Buni qilib. Keyin qaytadan Minecraft'ga tovush eshitilar endi. U ana. Olaver telefonni. U ana yaxshi. Tovushlar eshitilyapti. Porlatib bilaman. Yo'q, haqqa o'zi porlataman. Aha, buni ham obunachga qo'yish kerak va bu mening birinchi videom bo'lsa Minecraft'da. To'g'rimi Nurbek? Mening birinchi videoim. Doktor. Ha? Bu yerda suvni ko'ryapsiz. Aytgancha Nurbek yoshini aytmayapman. Qisqaga u 6 yosh. 6 yosh bola Minecraft o'ynayapti. Hop, hop. Oh, men xayolim sonasi keldi. Haydi bacarırsa kadar 20'ye kadar bakışlar ne alır ki? Yo, judayam katta qiyin kelmay qolyapti. Bo'lsa ham da ikkisiga qo'ysam-chi. O'zim yadroviy bomba qilmoqchi. Nurbek porlatyapman. Portlatdim. Yo, 3. Nurbekga yo'qotdi. Nurbek telefonida umuman вообще ishlamay qoldi. Yaxshi portlagan. Mana do'stlar, tupoylikning eng birinchi nimasi darajasi. Qaranglar qanchalik katta qilib yubordim.
Endi shuni ichini to'ldirish kerak tezroq. 1 2 3. Ben oynagan barcha telefonlarda bittasi ham sog'lom bo'lmagan. Shuni ko'ryapsizlarmi? Men Minecraft necha yil o'ynashimni hech kim bilmaydi. Men Minecraft 3 yildan beri o'ynayman. To'g'rimi Nurbek? Ha, to'g'ri. Ikkidan beri o'ynayapman bor. Ashuna muhimlari. Nima degan hech kim tushunmayapti Nurbek. Nima degan hech kim tushunmayapti. To'g'ri birinchi portlatishim. Birinchi marta. Oldinlar portlatmaganmisiz? Va esimda yo'q. Hech kimsa esingda qolmaydi. O'ylayman. Yo'q, hali o'zim boradim. Qarang, qanday kechasi. Kechqurunlari ko'pincha mushakbozlik o'tkaziladi-ku. Bizlar esa TNT-bozlik o'tkazamiz. To'g'rimi Nurbek? Biz Minecraftdan zeriksak shunaqamiz va mana men qurgan nechtadir mingman TNTlar. Qani xuddi rasm o'xshab ko'rinyapti-ya. Lekin bu rasm emas, bu TNT. Tegdimikan? Bu tegdi. 1 2 3. Mana. Sekin osta portlayapti. Yaxshi. Shu ya Nurbek, nima aytmaysan bo'layotganingni? Yaxshi. Yana qo'rqoqchi yo'qdan tinchlik qilib ketganda. Ha, ketgan ekan. Ana yaxshi. Mana shunday siyoqni olib qo'yib, shuncha joy bo'latsam ekan. Portman. Yo'qki. To'planasam ekanman. Chimoqda. TNT maydoni kattalashtirmoqchiman. Ha, do'stlar. Videoga obuna bo'lib qo'yib va like bosib qo'ysangizlar yaxshi bo'lardi. Chunki bu mening birinchi videom. Agarda 10 ta like yig'ilsa, mayli 10 tagina like. Men buni ikkinchi qismini chiqaraman. Axir bu bizlarni shuncha qo'ygan qo'limizlarga tintlarni bir tinga iflos qilmasligini uchun nima sarf qilmasligi uchun shu like bosib qo'yinglar. Obuna ham. To'g'rimi Nurbek? Keyin yana do'stlar, sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Bu keyingi video. Agar bunga 10 ta like yig'ilmasa, o'sha videoni chiqaraman. Bir haftadan keyin. Nurbek o'yinga chiqib turibman. Keyin qayta kiraman. Ha, aytgancha. Va bu mana ko'rib turibsan 0.14.0 versiya va unda hech qanaqa nima ishlatilmaydi. Modlar. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Mana shu. Bu nimaga kirsam bu yerga? Bu hali bir boshlanishi. Hozirdan sizlarga ko'rsatib qo'yay. Bu bir g'ildirak tanka, juda ham katta tanka. Men animatsiyonni ko'rganlar biladi buni. Mana. Rasmni ko'rasizmi? Aytsing kim kirdi? Keyingi video shu bo'ladi. Agar 10 ta like yig'ilsa, yo'q bo'lmaydi. Endi bunga kiramiz. Kiraver endi shuni sizga. Boyasi bu siz nimaga kirding bunda? Aytgancha. Men yana birinchi kanalim ham bor edi. Unda men ham shunga o'xshagan video chiqargandim. Ikkinchi videoda men aytib o'tgandim sizlarga. Yo'q, ikkinchi videoda. Yo'q, uchinchi video degan 100 kun yashagan qismi davomi. Uni men Jamshidga beraverman. O'sha kanal Jamshidga beraverman. Jamshid o'zi xohlagan narsalarni chiqarish mumkin. Keyin bu boyagi animatsion degan-ku tanklar haqida chiqaradigan multfilm.
Men o'shani oldindan ko'rganman. Kim ko'rganlar bo'lsa, kommentariyaga men ko'rganman deb yozib qoldiringlar. Bu hozir biz qilgan narsamiz 4 yil oldingisi, 4 yil. Men o'shan 4 yil oldin Minecraft o'ynamagandim. 3 yil oldin. Endi shuncha joyni bitkazish kerak. Eski telefonlarda bu joy unchalik juda katta ko'rinadi, lekin katta yangi video, ya'ni telefonlarda shunday qarasa, qanday kichkina bo'lib ko'rinar ekan. Yaxshi. Asıl endi yarmini bo'ldim. Nurbek Bedrock ichida bir nimalar qurib yotibdi tentidan. Nima qilayotganini o'zi ham bilmaydi. To'g'rimi Nurbek? O'zing ham bilmaysan deyapman. Va mana ko'pchiliklar kutgan paytdan video keldi. O'z video chiqib, ya'ni to'xtab turgan bo'lsa, iyo buni bu porlatib yubordi. Nurbek. Ana shu qotaman qani degan çok tuğun yana tegdi. Endi kutib turamiz. Yaxshi. Podshoh yomon bo'lmayapti. Bitta bomba oldim. Yaxshi. Mana shuncha joy portladi. To'g'rimi Nurbek? Az kutdi. Do'stlar, iltimos. Shuncha mehnatimizni bir tiyin qilmasligingizlar uchun 100 ta bilaydik. Va endi bular portlaydi. Jam bo'l, mana. Va do'stlar, 100 ta bo'laydik. Va bu mening orzuyim. Sizlar bilan men Javohir va Nurbek. Xayr.